Mana o'lkamizga bahor fasli ham kirib keldi. Xalq tilida aytganda ilik uzildi payti. Va bu paytda organizmda ham turli xil o'zgarishlar bo'ladi. Misol uchun immunitet pasayishi, vitaminlar kamayishi natijasida shamollashlar bo'ladi. Siz tezda aptekaga borasiz, turli xil antibiotiklar olasiz va mana shu natijasida ham immunitet tushib ketadi. Men sizga samarali tabiiy yechimni ko'rsatmoqchiman. Birli kompaniyasi yangicha ko'rinishda chiqqan ushbu imbirni napitkalarni tavsiya qilaman. Nima uchun deysizmi? Buni tarkibi juda ham tabiiy o'tlardan qilingan. Mana ko'rsatilgandek mana shu o'tlar imbir, kalendula, limon, asal, namataklardan iborat tabiiy vosita hisoblanadi. Siz buni ochamiz hozir. Ochasiz va ichi shunaqa ko'rinishda bo'ladi, mana. 10 ta bo'ladi, ichida 10 ta porsiya. Mana shu bitta napitkamiz, bitta damlashingizga yetadi. Qaynoq 200 ml suvga stakanga damlab, biroz dimlab qo'yasiz va ichasiz. Ham shamollashlarni chiqaradi va immunitetingizni ham zo'r ko'tarib beradi. Endi boshlanganda mana shu imbirni napitkani damlab ichib olsangiz, shamollashingizdan asar ham qolmaydi. O'zimizga mana shu batlarni uyga olib borib qo'yganman. Uy sharoitida damlab ichamiz. Shamollashlardan asar ham qolmaydi. Hech qanday aptekaga murojaat qilmaymiz, hech qanaqa dorilar iste'mol qilmaymiz. Chunki nima muammo bo'lsa, qanaqa vitamin yetishmovchiligi bo'lsa, hammasi Birli kompaniyasida bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar kim xarid qilmoqchi bo'lsa, bemalol direktga yozsangiz bo'ladi.